Sizda ham ko'z tagi qorayishi kuzatilyaptimi? Bu oddiy charchoq emas. Keling buning asosiy sabablari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi navbatda uyqu yetishmasligi, anemiya yoki kamqonlik, organizmga suv yetishmasligi, nasliy moyillik va stressdan keyingi holatlarda kuzatilishi mumkin. Nima tahlillar topshirishimiz kerak degan savolga birinchi navbatda umumiy qon tahlillari, vitamin B12, vitamin D va TTG gormonlarini topshirishingiz mumkin va albatta qo'shimcha tarzda ferritin topshirishingiz mumkin. Buning oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda uyqu rejimini to'g'irlash, ya'ni kuniga 7-8 soat uyqu, organizmga kuniga 1,5-2 litr suv iste'mol qilish. Agar kamqonlik kuzatilayotgan bo'lsa, anemiyani davolash va har doim temirga boy ovqatlar bilan iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizda ko'z tagi qorayishi uzoq vaqtdan buyon davom etayotgan bo'lsa, shifokorga murojaat qilishni unutmang.